Assalomu alaykum Xudxud kuzatuvchilari. Ana ko'rib turganingizdek, bu joyda o'rdaklar va o'rdaklarni o'sha suvni atrofi balandligi 2 metrli Yevrosetkalar bilan o'ralgan. Bizga hozirgi kunda ko'p tushib turgan murojaatlardan bittasi, ya'ni o'rdakchilik bilan shug'ullanaman, atrofini Yevrosetka bilan o'rasam bo'ladimi deb murojaat qilib so'rashyapti. Albatta bo'ladi. Mana bu joyda ham balandligi 2 metrli Yevrosetka 6 ga to'g'ri ustun profillarga o'rnatib berilgan, ustun profilli betonlarga o'rnatilgan va narigi tomonda ham xuddi shunday holatda va o'rtada mana suv. Bu joyda mana ko'rib turganingizdek o'rdaklar. O'rdaklarni bu joyda ko'paytirishadi, tuxumini olishadi va hokazo shunaqa ishlar bilan shug'ullaniladi. Yevrosetkalarni bir necha turdagisi bor, ya'ni simini qalilligi 3, 4, 5 millimetrligacha va ustun profillarni 4 ga 4, 6 ga 4, 5 ga 5 va hokazo undan yuqorilari ham bor, aksessuarlari. Siz qo'ng'iroq qiling, qayerga, nima maqsadda o'rnatmoqchisiz Yevrosetkalarni, o'shanga ko'ra bir maslahatimizni berishga harakat qilamiz. Ma'qul bo'lsa, mana narx-navo bilan tanishtiramiz. O'rnatib berish xizmatlarimiz ham bor. Bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Xizmatlarni tugal qilib, chiroyli qilib bitirib berishga harakat qilamiz.